Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Egamberdiyev olavergansiz shaffof o'z kanalini tomosha qilyapsiz. Azizlar, bugungi videomizda biz sizlarga Rossiyada ishlab chiqariladigan bunaqa baton bilan va derevenskiy nonlarni qanday tayyorlanish yo'llarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni uy va biznes sharoitida qanday tayyorlanish yo'llari, uslublari, sirlari, xudo xohlasa bugun hammasi ochiladi sizlar uchun. Biznes g'oya azizlar. Demak, non ishlab chiqarish, non sexi bo'yicha sizlarga bugun ma'lumot berishga harakat qilib o'tamiz. Ya'ni o'sha mana bu batonni va derevenskiy nonlarni qanday tayyorlanish yo'li bilan birga unga ketadigan masalliqlarning tannarxlarini ham sizlarga hisoblab berishga harakat qildik bugun. Batonga ketadigan narxlarni hozir aytib o'taman. Mana bu non Rossiyadagi yurgan ko'plab musofir yurtdoshlarimiz bilishadi. Magazinlar bor, Petyushka, Magnit degan magazinlar bor. O'sha magazinlardagi nonlardan sifati, mazasi juda farq qiladi azizlar, mutlaq. Demak, bu nonni grammi 460 gram va hozir sizlarga aytib o'taman 100 ta batonga necha so'm ketadi. Hozirgi O'zbekistondagi qimmatlik davrda bunda kilosi 5000 so'm ekan. Mishoglar bo'lsa necha so'mdan arzon tushadi. Kilosiga 5000 so'm hisobladik va shakarning kilosi 9000 so'm. O'shanday qimmat zamonda hozir batonga 100 ta batonga 150 ming so'mdan narx ketadi. 150 ming so'm rasxod ketadi 100 ta batonga. Demak, siz o'zingiz hisoblab ko'ring. Siz o'sha sexni ochadigan joyingizda qanchalik nonni sota olasiz, qancha sota olasiz va necha so'mdan sota olasiz. Men O'zbekistonda so'rab surishtirdim. Buxankalar 2000-2500 so'mdan buxankalar bor ekan. Azizlar, bu nonni eng kamiga 2500 so'mdan sota olasizlar. Mazasi shunga arziydi. Men O'zbekistondagi buxankalarni ko'pisini yeb ko'rganman. Tenglay olmayman. Endi nonni hammasi ham mazali, lekin sifatlisi bo'ladi baribir hamma narsadan. Demak azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Sizlarga mana shu ikkita nonni qanday tayyorlanish yo'llarini sizlarga bugungi video roligimizda ko'rsatib o'tamiz, xudo xohlasa. Sizlar bilan Egamberdiyev olavergansiz shaffof o'z kanalini tomosha qilyapsiz. Ketdik. Azizlar, endi mana qo'limizda baton, rossiyskiy baton, pekarniy papanda ishlab chiqariladigan baton. Juda shirin, mazasi zo'r. Shu batonga ketadigan retseptlar, endi o'sha batonni xamirini qilamiz. Demak 6 kilogramm un. 6 kilogramm un. Quyib oldik, testomesga 6 kilogramm un. 6 kilogramm unga biz qo'shamiz 6 kilogramm unga 100 gram tuz, 100 gram tuz, 80 gram dro'sh, 180 gram shakar. Hisoblanadi. 100 gram tuz, 80 gram dro'sh, 180 gram shakar. Hammasini qo'shamiz. 500 gram margarin, silvishniy masla foydalansanglar ham bo'ladi, juda ajoyib bo'ladi, margarin ham bo'ladi. Demak, margarin qo'shdik. Endi suvimiz 3 litr. 6 kilogramm unga 3 litr suv. Qo'shib oldik. Endi testomesni bosib yuboramiz, aslan aylanaveradi. Azizlar, bu xamir qanday bo'lishi unga ham qaraydi. Ba'zi bir paytlari unning kачествосiga qarab xamir bo'sh yoki qattiq yoki boshqacha bir cho'zinchoq, как rezinaday bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun biz hozir mana 6 kilogramm unga 3 litr suvni qo'shdik. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng, xudo xohlasa qo'limiz bilan ushlab ko'ramiz. Agar yumshoq bo'lsa, yana nechta gram qo'shganimizdan suv yoki un qo'shganligimizda nechta gram ekanligini aytib o'tib ketamiz, xudo xohlasa sizlarga. Demak, hozir 5-10 daqiqada xamir tayyor bo'ladi. Mana azizlar, nonimizning xamiri tayyor bo'lib qoldi. Demak, judayam zo'r.
Bo'ladi, hech narsa qo'shmadik. Boyagi retsept. Qaraymizda qanchalik silliq bo'lganini. Mana. Endi xamirimizni olamiz. Demak, 460 grammdan xamirimizni kesib grammdan sharikcha qilib olib aylantirib, xudo xohlasa yarim soat, 40 minut, 1 soat atrofida tana haroratida qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xamirimizni bunday qilib, sharikcha qilib, duola qilib olamiz. Bunday qilib qo'lda qilsa ham bo'ladi. Azizlar, mana xamirimizlarni sharikcha qilib oldik. 20 ta shtuk chiqdi. 6 kilogramm un, 3 litr suvdan 20 ta shtuk chiqdi. 460 grammdan kesganda siz o'zingizda biznesingizni qurmoqchi bo'lsangiz, xohishingizga qarab grammovkasini chiqarasiz. Xohlang 440, xohlang 480, qanchalik xamirning og'irligi yaxshiroq bo'lsa, to'yimliroq bo'ladi buni xamirlari. Demak, xona sharoitida ustiga paket bostirib, paketni bostiramiz va o'rtacha 1 soat 40 daqiqaga xona haroratida qo'yamiz. Azizlar, mana xamirimiz 1 soat turdi, 1 soatcha turdi. Xona haroratida ustida paket bilan yopib qo'yamiz. Mana qarang. Уже kattayib, bir-biriga tegib, yumshoq holatga kelgan. Mana qarang. Demak, batonda shakliga, formasi yopib kelib olish uchun mana batonda formasi yopib kelib olish uchun ikkita tur usuldan foydalanamiz. Bitta usulini men, bitta usulini saytiga ko'rsatib qo'yamiz. Mana xamirni ko'tarilgan tarafini olib pastga qo'yamiz. Keyin xamirni mana o'rtasini boslaymiz. Yon tomonlarini bosib chiqdik. Keyin oldingi tomonni o'rtaga qayib bosdik mana. Keyin aylantirib oldik yana. Bu tomoni ham yana shunday qilamiz. Endi ikkita tomonni yaqinroq olishga harakat qilyapmiz. Поближе снимать. Вот demak mana. Вот. Теперь так удобно. Ana qisib, bosib endi buni bosib aylantiramiz. Nima qilgandek edi? Log'mon yoygandek qilib. Mana endi qo'shilgan joyini bunday qilib qo'yamiz. Yopishtirib qo'yamiz. Ikkita ugulni tortib past tomoniga bo'lsa, tepasi bo'ladi mana. Yana ko'rsatamiz sekinroq mana.
bosdik. Mana ikkinchi tomoni ham mana ikkita krayi. Hop. Bosildi mana. ikkita tomonni o'tkir qilib yuborish kerak. Qattiqroq bosib cho'zib yuborasiz. O'rtasini bosib tashlamaysiz. Ikkita tomonni mana shunday qilib bosib yuboramiz mana. Qo'shilgandan qilib yuboramiz. Tamom. Demak, endi o'tkir pichoq bilan kesib figurasini chiqaramiz mana. 1 2 3 4 5 ta shtuka. Mana orasining santimetr 2 santimetr yetadi. Va bunda ham kesmaslik kerak, bunda ham uzun bosib ketmaslik kerak. 45 gradus, 45 gradus, 45 gradus mana. Tovarlarimiz tayyor kesildi. Endi bizda azizlar biznes sharoitida rastoyka deb nomlanadigan xamirlarni ko'tarib berish vazifasini bajaradigan uskunamiz bor. Rastoyka bu nima? Rastoyka nima deb aytsa bo'ladi? Namlik, issiq havo, namlik, влажный воздух, namlik havo. Bunda suvdan, bug'udan issiq havo chiqarib, o'sha xamir qurib ham qolmaydi, ichida issiqlik ko'tarilib, figurasi, formasi kelib chiqadi. Hozir ko'rsatamiz siz shunga. Mana bizda bu rastoyka. Rastoykani kichiklari ham bo'ladi. Sotib olaman deganlar, biznes sharoitiga xohlaganlar, non sex biznesini ochaman deganlar, rastoykani kichigidan olsa ham bo'ladi. Uy sharoitida nima qilsa bo'ladi degan savol bo'ladi. Demak, uy sharoitida azizlar, xudo xohlasa, siz rastoykangiz ham qilishingiz mumkin. Duxovkangizni past gradusga qo'yib, ozgina mana где-то 40 gradus, 35 gradus, 45 graduslar atrofiga qo'yib, siz o'shanga bitta idishchada tagiga suv quyib qo'ysangiz, o'shadan chiqqan bug'ga issiq, влажный воздух paydo bo'ladi, namlik havo paydo bo'ladi. O'sha namlik havoda xamirlar ko'tariladi. 25 daqiqa o'rtacha turadi menimcha. Hozir ko'ramiz xudo xolasa. Azizlar, bizda xudo xohlasa baton tayyor. Biz uni rastoykadan pechkiga o'tkazamiz. Yarim soat turdi. Demak, pechkimizda gradusi 230 gradus bo'ladi va 28 daqiqada baton tayyor bo'ladi. 12 sekund par. Par degani bu o'sha vozdux beradi-da, nimadan? Agar sizda uy sharoitida bu bo'lmasa, par berish nimasi bo'lmasa, biznes uchun planlashtirsangiz o'zingiz albatta shunga o'xshashroq bir pechka sotib olishlaringizni maslahat berardik. Bunday bo'ladi. Demak, uy sharoitida siz qilishingiz mumkin. Ozgina suvni qilib sepib qo'yasiz, bo'ldi. Unday qiyin narsa yo'q. Demak, 230 gradus boshlanishiga 28 daqiqa. 230 gradus nima bo'ladi? Biz hozir nonni qo'yamiz.
Keyin qo'yganimizdan keyin 130 gradusda sразу 165 gradusga tushiramiz. O'sha tushish jarayonida non ham pishib boradi, xudo xohlasa. Demak, hamma boshlaydi. O'tnash bizning nonimiz kattayganini ko'rdingizmi? Figurasi choqlari kesilgani joyida. Demak, tuz boshladik. Mana vozdux ketdi. Par beryapti. Gradusni tushiramiz 165 ga. Ok. 220 gradus pechkani ichi 165 gradusgacha tushadi hozir. Par bo'ldi, 10 sekund par berdi. Endi 28 daqiqa davomida nonimiz pishadi. Teshikmi? Azizlar, mana 10 daqiqacha qoladi. 8-10 daqiqa qolgan paytda pishishiga 8-10 daqiqa qolgan paytda eshikni 4-5 sekundga ochib olamiz. Har bir hudud qadajda. Havas chiqib ketadi, ichidagi par havas chiqib ketadi. Bo'ldi. Da yopdik. Yana 4 daqiqa qolganda ozgina ochib qo'yamiz. To'g'ri? Azizlar, non tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Mana Rossiyadagi papanning batoni. Bu Petiyorishka magnitlardagi baton bilan mazasini solishtirib bo'lmaydi. Uyat qiladi. Ko'rganingizdek azizlar, baton tayyor. Bemalol qilsa bo'ladi. Uy sharoitida rostki bo'lsa, boya tushuntirganday qilib, bunday pechka yo'q bo'lsa, vozdukda suv sepib, xullas tayyorlasa bo'ladi. Biznes sharoitida non pishirish, non ishlab chiqarish ajoyib biznes. Sizlarga foydamiz tekkan bo'lsa, xursandmiz. Azizlar, videoni vaqti uzayib ketganligi sababli Dervenskiy nonini xudo xohlasa keyingi videoga qoldirishga to'g'ri keldi. Xudo xohlasa keyingi videoda Dervenskiy nonni qanday tayyorlash uslubini ko'rsatib o'tamiz. Hammaga rahmat.